o'rtoqlar, srochni sotiladigan uy Bektemir postidan 1 kilometr ichkariga kiriladi. Musaffo mahallasi. Mana bu uy fasadi. Hozir uy ichini ko'rsatamiz. 105 ming atrofida. Bismillahirrohmanirrohim. Mana o'zimizni ustalab qurganmiz. Mana ustaga ham shu yerdalar o'zlari. Hozir uy ichini ko'ramiz. Mana hammasi qoida bo'yicha chiroyli bo'lib turibdi mana. Avtomatlar ham. O'rtada mana koridor ekan. Bu yoqda oshxona. Oshxonamiz. Bu gazga qo'yib ketilgan-a bu? Hammasi qo'yib ketilgan. Bitishga ham qo'yib ketilgan. Ha, mana bu yoqda kanalizatsiya turib boradi. Hammasi bor. Kir mashinaga, moykaga hammasi qo'yilgan. Bu yerda kir mashinaga zazimleniyalar qilinganmi? Qilingan, hammasi tagida bor, qilingan hammasi. Yaxshi. Shu narsaga e'tibor berish kerak, chunki kir mashina ham ko'pchilik o'ylaydi faqat kir tozalaydi deb o'ylaydi, aslida ehtiyot bo'lmasa to'k urishi ham mumkin. To'pli polalar o'sha eshik oynani tayyorlab to'pli polalar qilingan. Oyna terlamasligi uchun. Oyna menga rosa yoqdi oyna, haqiqatan. Qimmat oynalar qo'yilgan. Dekorativlar mana qanday juda ham o'ta zo'r narsalar qo'yilgan. Tepa patologlar natijali chiroyli qilingan. O'zimiz nazoratda qilganmiz hammasini. Bu kattalar xonasi. Mana. Kattalar xonasi, mana sanuzel ichida, orqamizda balkon. Masjidga agar shundoq spalniy qo'yilsa, mana shundoq bu yoqqa televizor qo'yilsa, yo'tay tomosha qilinadigan joy. Bu yoqda mana tozalanib chiqadigan joy, o'zingizlar bilasizlar. Bu yoqqa orqa hovli, to'g'rimi? Ha, hovli. Havo kirishi uchun mana. Qo'shniga taqab qo'yilmaganda? Yo'q, taqalmagan. Alohida o'zi chegarasi turibdi. Mana bu qanaqa xona bu? Bu ham bir yotoqxona. Yotoqxona. Tashqari o'sha kichkina hovliga chiqsa bo'ladi, shunday kichkina orqasiga. Mana shunday chiqsa bo'ladi orqaga. Mana. Mana bu yerda ham televizorga antennalar, hamma narsa Wi-Fi lar olib qo'ygan, hamma qo'ygan. Lustralar ham 3 xil tovlanadi. O'chirib yoqsa 3 xil tovlanadi. Hamma xonada shunaqa qo'yilgan. Keyin eshiklar mana. O'zgarib. Hammasi zakazga qilingan, eshiklar hammasi zakaz. Unaqa narsa emas, juda qimmat eshiklarda qo'ygan. Oldin baraka topadi shu holda. Bu detskiy, bolalar xonasi. Detskiy mana. Bunda ham mana svitinligi 3 xil tovlanadi. Ha, chiroyli. 3 xil sanaqa tovlanadi. Mana to'pli polni fortishkasi. Koridorda shunda To'pli pol fortishkasi bor mana. Mana qasdan sal. Mana. To'pli pol fortishkasi bor. Tushunarli. Kolektor. Mikrobga qiladigan joyi. Hozir endi mana hovliga chiroyli qilib gul ekib qo'ysanglar bo'ladi yoki bo'lmasa men boya ko'rganimda shuni o'yladim. Basseyn qilsa ham bo'lar ekan agar kelajakda xohlagan inson. Hovlida hojatxonasi bor. Mana bu tushayotganlar bu yoqda o'sha hamma o'sha otepleniya santexnikani yuragida bu. Mana stabilizator qo'yilgan, toza. Даже avtomatigacha hammasi Duseldan qo'yilgan ekan, yaxshi firmalarniki. Mana qoida bo'yicha chiroyli qilib qilingan. Bu ham avtomat bor. Alohida. Ha, o'chirib yoqishga qilingan hammasi. Amarin deydimi? Amarin. Yaxshi.